Hammaga salom akalar. Sizlar bilan men Murod va siz Kasitmer kanalidasiz. Akalar, biz borgan sari 4000 ga yaqin boryapmiz. Shuning uchun tezroq obuna bo'ling. Shuning uchun tezroq obuna bo'ling akalar. Katta rahmat. Bugungi videomizda bizlar mana bunaqa ko'rganingizdek ekraningizda turgandek o'zbekcha obuna bo'ling fotosh tayyorlaymiz. Qani bo'lmasa ketdik. Birinchi bo'lib Pixel Lab'ga kirib olamiz va mana bu 3-knopkaga bosamizdan Shapes degan tugmani knopkani bosamiz. Mana. Va bu yerdan qizilni tanlaymiz. Agar qizil yo'q bo'lsa, bunda mana bu plyusga bosib, mana shunday qilishingiz mumkin. Mana radiusni 100 ga 100% ga qo'yamiz va sal kattaytiramiz. Mana shunday. Albatta bu qarang, tekstimiz bunday bo'lib qoldi. Uni ustida turishi uchun biz mana bunga o'tamizda. Mana shunday qilamiz. Mana endi bu yerga turgan. Endi biz bu yerga obuna bo'ling deymiz. Menimcha buni kattalashtirish kerak. Buni esa kichkina qilamiz. Uncha emas. Hozir shrift tanlaymiz. Agar fontga kiramiz. Ovozlar eshitilayotgan bo'lsa e'tibor bermang. Men bularni internetdan skачать qilganman. Agar sizga ham shunday shriftlar, shunday emasda, shunaqa ish qilib o'zingizni shriftlaringizni qanday qilib skачать yuklamoqchi bo'lsangiz, bilmayotgan bo'lsangiz, unda men video olishim mumkin. Kommentga video oling deb yozing bo'ldi. Men video chiqaraman. Mana shunday. Obuna bo'ling. Endi biz bo'ldi. Buni PNG format qilamizda. Mana bu 6-knopkaga bosamiz. Save as img ga bosamiz. Defaultni esa ultra ga qo'yamiz va save to gallery. Reklama chiqib qoldi. Endi biz uni saqlab oldik. Mana bu knopkani obuna bo'ling deganni. Endi buni o'zgartirishimiz mumkin ekan. Edit va buni YouTube'ning mana mana bu sal o'xshaydi, ha? Mana. Bu emas, bu oq. Mana. Endi buni obuna bo'lingni obuna bo'lindiga o'zgartiramiz. Obuna bo'lindi. Faqat qilamiz. Mana shunday. Faqat buni ham skачать qilib olamiz.
Ultraga qo'yishni unutmang. Ultra Save to Gallery. Akalar, yana bir narsa yoddan chiqibdi. Mana bu tekstimizni Color'ga kiramiz. En ustiga bosib, qani Color mana va buni mana shu mana shunaqa svet qilib qo'yamiz. mana shunaqa qilamiz. Mana. Va endi сохранить установка qilsak ham bo'laveradi. Endi biz KMasterga o'tamiz. Qani ketdik. Mana biz KMasterga ham kirib oldik. Endi Create New'ni bosamiz. 16 ga 9. Разрешить ко всем bosamiz. Endi biz Pixel Lab degan topamiz. Mana. Fakat biz orqasiga yashil fon qo'yib olishimiz kerak. Hozir men yashil fonni topaman, sizlarga qaytib kelaman. Men topdim buni. 5 minutlik qilsangiz ham bo'ladi. Yo'q. Hozir men 5 minutlik qilib olaman mana. Endi Layer'ga bosamiz, Mediaga bosamiz, Pixel Lab tanlaymiz. Mana. Buni bunday qilamiz. Mana bunday kattaytiramiz. Abona bo'lingni qo'shib olamiz. Mana shunday. Buni katta qilsak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Mana. Hozir mana bunday kechyapti. Qaranglar, endi biz yana qo'shib olamiz. Mana Pixel Lab mana. Bunga to'g'ri kelishi kerak. Mana. Xullas mana shunaqa. Mana ko'ryapsizmi? O'zgardi. Ko'rdingizmi? Biz endi buni bosamiz. Hozir ko'rasizlar. Telegram o'zim qachat qilgan fotoim bor. Fakat buni eng tagiga tushirib bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Endi buni kesib olishimiz kerak. Bu yerdami? Yo'q. Chroma keyga kiramiz. Mana kesib olindi. Mana. Bu yerda hozir ekanlar.
To'xtanglar. Mana hozir nimaga unday bo'lyapti? Mayli, farqi yo'q. Mana shunday qilamiz. Buni kichraytirib qo'ysak hech kim sezmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni mana. Ko'raylik. To'xtanglar. Qani yana bir marta. Boshdan. Buni mana ko'raylik endi. Men bilmayman. Qani. Ha. Zo'r. Mana. Endi bunga biz animasiya qo'shamiz. Ha. Mana bunday to'g'rilab olamiz. Mana. Qaranglar. Ha, zo'r. Yana kelar. Qaranglar yana bir narsa mana buni biz mana bunday qilib yo'qoladi-da. Va bunga biz animasiya berishimiz kerak. Mana animatsiyaga bosamiz. Ko'ramiz. Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q. Drop. Yo'q. Mana bu bo'ladi. Biz buni
Mana ko'rganingizdek mana ko'ryapsiz, bosadi. Buni in animation pop wait uzr akalar, yo'q qani yo'q bo'lmaydi. Pop eng yaxshisi. Mana pop. Va buni endi out animationga bosamiz. Fade. In animation'dan 0.5 sekundni tanlab qo'yamiz. Bu yerdan mana ko'raylik. Bunu cho'zamiz. Mana shunday qilib buni ham cho'zamiz. Endi ham zo'r. Buni out animation ham 0.5 sekundga qo'yib qo'yamiz. Va ko'rishingiz mumkin animatsiyani. Mishkani to'g'rilab qo'yamiz. Mana shunday ko'rishingiz mumkin. Menimcha juda zo'r. Endi buni sahnaga qilib qo'yamiz. ga qo'yamiz. HD 720p. Buni bilmayman nima ekanligi. Endi maksimum qo'yib qo'yaveraylik. Save as video ga bosamiz. Va sahrani yuklab bo'lguncha hech nima qilmay turamiz. Mana futajimiz saqlanib bo'ldi va albatta mana bu futajni mishka futajni siz mening video ostidan skachat qilishingiz mumkin egalar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Murat bo'lim va siz Kasetme kanalidasiz. Obuna bo'lishni unutmang. Yaqinda biz 4000 ta bo'lamiz. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'ling. To'xta, o'tkazib yuborma. Bu muhim. Yaqinda tez orada biz 4000 ta bo'lamiz. Buning uchun sening yordaming kerak. Hozirroq video tagiga tushda va obuna bo'ling degan obuna bo'lish degan tugmani bos. Kattakon rahmat.